so'z demak oldin kelishganimizni biz bu tizimda davom ettiramiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, studiyamizga taklif etilgan ekspertlar, mehmonlar, xush kelibsizlar. Ko'rsatuvimizni mavzusiga o'tishdan oldin monitorga e'tiborimizni qaratamiz, undan keyin ko'rsatuv mavzusiga o'tamiz. Marhamat. Biz shunday zamonda yashayapmizki, biror kunimizni usiz o'tkaza olmaymiz. Bir kun kirmasak, xuddi biror narsani yo'qotib qo'ygandekmiz. Kimdir yangilik olish maqsadida, kimdir axborot ulashish maqsadida, kimdir ilm olish maqsadida, kimdir o'yin o'ynash maqsadida, kimdir esa behayolliklardan nafsini qondirish maqsadida, kimdir shunchaki bekorchilikdan vaqtini o'tkazish maqsadida, kimdir kino ko'rish maqsadida, kimdir kerakli dasturlarni yuklash maqsadida, kimdir boylik orttirish maqsadida, kimdir kimnidir aldash maqsadida, kimdir biznesini rivojlantirish maqsadida, kimdir nimadir sotib olish maqsadida undan foydalanadi. Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, anglagan bo'lsalaringiz, bu o'sha internet mavzusi bilan bog'liq. Bugungi mavzuyimiz internetdan foydalanishning ijobiy va salbiy tomonlari. Rustam aka, marhamat, o'zingiz boshlab bersangiz. Haqiqatan ham mana hozir berilgan lavhadan ham ko'rdikki, biz hozir axborot asrida yashayapmiz-da va insoniyatning xususiyati shundayki, u ma'lum bir axborotlarni olishga va uni qandaydir vositalar iloji boricha tezlik bilan qisqa vaqt ichida olishga va bunga harakat qiladi. Endi meni fikrim shundan iboratki, bu o'sha umuman odamlarimizni, ayniqsa yoshlarimizni, ayniqsa o'smirlarimizni bu internetga bo'lgan qaramligini ikkita jihat bilan demak izohlash mumkin. Birinchi jihati, biz internetda ularga taqiqlash haqqimiz yo'q. Chunki asr shunaqa, xohlaymizmi yo'qmi, buni demak vaqtni o'zi bizni hayotimizga kiritib bo'ldi. Ikkinchi masala esa uning ziyon taraflariga nisbatan biz ma'lum bir vaksinalar o'xshatma qilganda ishlab chiqishimiz kerak. Ya'ni to'g'ri, internetdan foydalanish, uning ijobiy tomonlari ko'p, lekin shu bilan bir qatorda biz ayniqsa ota-onalar, bobo-buvilar, aka-uka, opa-singillar, ayniqsa o'smirlarimizda shunga bo'lgan salbiy qaramligiga nisbatan ma'lum bir choralarni qo'llashni biz bilib olishimiz kerak. Rustam aka, mana ijtimoiy tarmoqlarda Ilhom aka buni ham targ'ib qilishimiz kerak. Hozir bu juda internetga qaramli yomon narsa degan ish bitmaydi. Buni biz usullarini men keyinchalik aytib beraman. Buni usullarini ham aytishimiz kerak. Endi mana internetdan foydalanganimizda shior bo'lishimiz kerakda. Bu ko'rinib turibdiki, internetni shamolga o'xshatishimiz mumkin. Mana derazani ochsak, o'sha chang ham, o'sha daraxtning bargi ham hammasi qo'shilib kelganda internetda bugun hamma narsa borda. Internet olim uchun ziyo, talaba uchun ilm olish joyi, jinoyatchi uchun jinoyat qiladigan joy. Marhamat, kimda fikr bor? Aynan shamolga o'xshatdingiz. Hindiston davlatini mustaqillikka olib chiqqan buyuk mutafakkir Mahatma Gandining bir so'zi bor. Derazani ochsangiz, unda kislorod bilan birgalikda chang g'ubor ham kiradi degan. Internet aynan shunaqa. Bugungi kunda internetsiz hayotni tasavvur qilish qiyin. Chunki mana to'g'ri aytdilar, biz masalan ma'lumotlar olish uchun tezkor imkoniyatimiz faqat shu internet. Lekin shu bilan birgalikda boyiga aytilgandek faxshlar ham o'sha yerda, qanaqadir qabih yo'llarga boshlash ham o'sha yerda. Lekin shu bilan birgalikda mana siz olimsiz, to'g'rimi? Bir kunda bir necha bor savol bilan murojaat qilamiz. Google'ga, YouTube'ga va sun'iy intellektga. Lekin o'sha siz nima savol bersangiz, o'shanga yarasha javob olasiz. Agar siz yaxshi niyatda bir chiroyli bir yechim qidirib yoki ishingizni yengillashtirish uchun javoblar bersangiz, o'shanga yarasha javob olasiz. Bobur aka, o'zi yomonlik niyatida savol bersangiz, o'sha yomonlikni yo'lini o'rziga. Bobur aka, mana qaysi maqsadda qadam tashlansa, shunga yarasha javob olinadi. Meni kecha internetda mana shu mavzu bilan bog'liq bir ma'lumotlar qidirganimda bitta rolikka ko'zim tushdi-da. Shuni hammamiz birgalikda ko'raylik, keyin muloqotimizni davom ettiramiz. Marhamat.
bu rolikni ko'rib ochig'i ta'sirlandim. Hammamizda hozir ko'zimizni oldidan o'tgan bo'lsa kerak mana shu rolikdagi holatlar. Chunki bu rolikdagi holatlar hech kimga begona emas-da. Shu bo'yicha men bir narsa demoqchiman. Marhamat. Bir narsani tan olishimiz kerakki, men o'zim ham har kuni Telegramga, Facebookga, Instagram kirmagan kunim yo'q. Lekin unga munosabatim qanday? Masalan, mohiyati shu yerda. Ya'ni menga foyda keltiradigan, yangicha demak, ma'lumot beradigan, ya'ni meni saviyamni yaxshilashga xizmat qiladigan masalalarga ko'proq qiziqaman. Va Bobur akam aytganday, sun'iy intellektga murojaat qilganda ham men bir narsani mohiyatini tushunib bo'ldimki, agar insonni bilim bazasi kuchli bo'lmasa, u sun'iy intellektda aytilgan narsalarni o'zlashtirish uning ma'lum bir salbiy oqibatlariga yoki uning savodi yetishmasligiga ta'sir qilar ekan. Misol uchun menda sun'iy intellektdan foydalanganda juda qo'l keladi. Chunki men sun'iy intellektni o'qiganimda, uning javobini o'qiganimda, menda qo'shimcha fikrlar paydo bo'la boshlaydi. Ijod qilaman men shuni evaziga. Qo'shimcha yangiliklar kirita olaman. Nima demoqchimanki, bu o'sha ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganda, ayniqsa internet material foydalanganda, shundan oldin biz, mana yoshlarimiz o'tiribdi, biz bilim bazamizni kuchaytirib olishimiz kerak ekan. Men juda yoqdi, mana siz kitob o'qiyman boshqa dedingiz-ku. Oldin agar biz bilim bazasini kuchaytirib olsakkina, biz bu o'sha internet tarmog'idan maqsadli foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Endi boya yuqorida aytilganidek, qaysi maqsadda qadam qo'yilgani bilan bog'liq bo'lyapti-da baribir. O'sha olim odam haqiqatan ham o'zini ustida ishlash uchun, o'zini imkoniyatlarini, malakasini oshirish uchun foydalanadi. Marhamat. Axborotni qabul qilish ko'nikmasi ham bo'lishi kerak-da, oldin. Masalan, O'zbekiston aholisini oladigan bo'lsak, axborotni to'g'ridan to'g'ri qabul qilganda uni ajratilish, ya'ni mafkuraviy og'ishmalardan qocha oladigan qatlami bor yo'g'i 17 yoki 25% tashkil qiladi statistikaga ko'ra. Undan tashqari o'sha 17-25% statistikadagi insonlar axborotni to'g'ri tanlay oladi. Qaysi axborotni eshitish kerak, qaysi axborotni eshitmaslik kerak. Bu axborot oqimi bir dengizga o'xshagan narsa-da, daryoga o'xshagan narsa. Bir oqimda o'zanda harakat qilyaptimi? O'shanda aytib o'tdilar akalar, bu yerda axborotni o'zlashtirish, har kim o'ziga kerakli axborot oladi, o'zi qidirgan axborotni oladi. Uni ko'nikmani shakllantirish uchun esa biz avvalo u avlodlarni qaysi toifada axborotni qabul qilish ko'nikmasi bor, qaysi toifada yo'qligini bilib olishimiz kerak. Endi qarang, mana hozir ijtimoiy tarmoqlar, internet hayotimizni ajralmas qismiga aylanganligimizni hammamiz tan olamiz. To'g'rimi? Lekin bu yerda bitta yo'li bor. Mana yuqorida ekspertlarimiz aytayaptiki, milliy kontentlar yaratish masalasi turibdi-da bu yerda. Balkim mana shu yechim bo'lar. Milliy kontentlarni yaratish bo'yicha ham loyihalar ketyapti, lekin buni milliy kontentlarga e'tibor bera oladigan shaxsni, ko'nikmaga ega bo'lgan shaxsni tarbiyalash kerak oldin, to'g'rimi? O'sha auditoriyaga masalan biz milliy kontent bo'yicha joylagan materialimizni ko'ruvchilar soni yo'q-da bashti. Ko'rilyapti, kam ko'rilyapti soha bo'yicha. To'g'rimi? Yo, ko'radigan, qiziqtiradigan usullardan, yo'llardan foydalanishimiz kerak. Qarang. Marhamat. Siz hozir lavha keltirdingiz, a? Lavhani to'rida yoshroq yigit o'tiribdi. Men ko'rgan o'sha so'z qo'ygan. Chap tarafida soqolli odam o'tiribdi. Aktyorlar o'ynagan boshqa. Menda birdan fikr keldiki, nima uchun soqolli yoshi katta odam to'rda o'tirmasdan unga nisbatan yoshroq yigit to'rda o'tiribdi degan tushuncha keldi. Mana milliy kontentda agar biz o'sha, yana ham qaytaman, saviyamiz agar yaxshi bo'lmasa, yaratilgan milliy kontent odamlarda salbiy yoki ijobiy narsa uyg'otishi mumkin. Yana bir masala, o'sha milliy kontentni gapirganda biz hozir shevalarga men qarshi joyim yo'q. Lekin ilgari davrda faqat adabiy shevada, til shevasida, o'zimizda adabiy shevada ma'lum bir demak chiqishlar qilinardi. Hozir o'sha xohlagan shevada qilyapman. Men unga qarshilik joyim yo'q deyapman, lekin ma'lum bir misol uchun tutam bo'lish kerak. Ma'lum bir narsalarni izhor qilganda odamlarda demak o'sha joylariga qarab, yoshiga qarab
milliy kontentni mana prezidentimiz ham vazifa qo'yib qo'ydi-yu, milliy kontentni kengaytirish masalasini qo'yyapti. Uni yangilash masalasini o'ynayapti. Biz aytamiz, milliy qadriyatlar ota-bobomizdan qolgan deymiz. Lekin bu bilan to'xtab qolishimiz kerak emas. Milliy demak qadriyatlarni biz yanada ham rivojlantirib borishimiz kerak. Yo, mana bugungi kun talabi shundayki, mana yoshlarimizni e'tiborini tortadigan mana internet ijtimoiy tarmoqlarda nimaga bir masala bo'yicha kiramizda, hozir bitta ma'lumot olaman, chiqib ketaman deysiz. Lekin qarasangiz, ancha-muncha vaqtingiz ketib qolgan bo'ladi-da. Milliy kontent yaratishda masalani mana shu jihatiga e'tibor berish yaxshi emasmi? Nimasi ishlayapti bugun? Statistik ma'lumotlarni aytdingiz, taqdim qildingiz. Meni ham aytganingizdek 80% aholi manipulyatsiyaga moyil bo'lar ekan, lekin 20% siz aytayotgandek qanaqadir noto'g'ri ma'lumotlar, bizga yot bo'lgan ma'lumotlarni ajrata bilish qobiliyatiga ega. Bu tajriba, ilm, yaxshi ta'lim va ota-onasining tarbiyasi. Lekin aynan shu borada sizlarning vazifangiz aynan shu ajrata oladigan insonlarni fikrini ifoda qilib, ijtimoiy tarmoqlarni egallab olish. Hozirgi holatda nima bo'lyapti? Hammangiz bilasiz, podpischilarning sonini oshirishni maqsad qilib qo'ygan, faqat g'iybat, negativdan iborat bo'lgan ma'lumotlarni taqdim qilyapti. Sodda xalqimiz uni juda ham yaxshi qabul qilyapti, lekin rasmiy jurnalistlarimiz mendan xafa bo'lishmasin. Bu borada orqada qolishyapti. Chunki faqat maqtovlar yoki bo'lmasam juda ham qog'ozga o'rab olish, tanqid qilish kerak, lekin bu asosli va xalqqa, davlatga foydali bo'lishi kerak. Negativni xalqimiz sog'inib qolgan. Chunki bir vaqtlar o'sha Sovet ittifoqi davrida ham faqat maqtalardi. Keyin ham bu an'ana davom etib kelyapti. Bobur aka, shu yerda negativni odamlarga berish kerak, lekin o'sha qanaqadir bir bema'ni kontentlar orqali emas, juda ham chiroyli qilib, ma'noli qilib, asosli qilib berish kerak va buni foydasi ham bo'lishi kerak. Bu borada aynan sizlar o'sha ajrata oladigan odamlarga minbar berishingiz kerak. Mana biz minbarda turib gapiryapmiz. Rahmat, marhamat. Nimaga biz buncha muhokama qilayotganimiz sababini sal ochib berishga harakat qilaman. Internet deb oddiy aytamiz, lekin bu keng tushunchada. Misol uchun radio birinchi marta tashkil qilinganda 50 million auditoriyani o'rgatish uchun 75 yil kerak bo'lgan. Salkam bir asr. Televizor kashf qilingandan keyin 50 million auditoriyani o'rgatish uchun 35 yil vaqt kerak bo'lgan. Lekin internet paydo bo'ldi-yu, unga odamlar o'rganish uchun 4 yil vaqt yetdi-da. Menimcha bu oramizda haligi 4 yil vaqt ichida o'sha odamlar ko'pchilik internet nimaligini tushunib yetdi. Lekin ichida ham salbiy ham ijobiy tarafi deyapmiz. Hozir bu yoqda akani aytgan gaplarini men qo'llab-quvvatlayman. Milliy kontent deyapti. Lekin o'sha milliy kontent yaratishda ham menimcha birinchi internetda shu fuqarolarimizda kiber gigiyena degan narsa borda, immunitet shakllantirmasak, u narsani biz qancha gapirsak ham fikrda aytmoqchi edingiz. Shunday demoqchi. Mana hozir shu mavzu bilan bog'liq yurtdoshlarimizning fikrlarini olganmiz qisqa. Shuni eshitaylik, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Sotsial tarmoqlar yoshlar orasida qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin? Ko'pchilik qaram bo'lib qoldi. Shuning hisobiga juda xavfli deb o'ylayman. To'g'ri maqsadda ishlatilmasa. Foydasi ham bor, ziyoni ham bor. Ziyoni ko'proq, chunki vaqtni o'g'irlashi ko'proq. Vaqt topib qo'yadi. Tarmoqlar juda ham yoshlar o'rtasida salbiy oqibatlarga olib keladi degan umiddaman, chunki yoshlarimiz hozir bundan manfaatli emas, balki salbiy tomondan foydalanishyapti. Juda ko'plab hayotsiz videolar, ya'ni o'sha mantiqi, ma'nosi yo'q bo'lgan videolar juda ko'plab kuzatilmoqda. Noto'g'ri foydalansa shunaqa salbiy oqibatlarga olib keladi-da. Qanaqa qabul qilishiga bog'liq menimcha. To'g'ri yo'llanishni tanlasa, bu yomon narsa zarar olib kelmaydi. Agarda noto'g'ri narsalarga talab qilsa, albatta noto'g'ri yetib qolishi mumkin. Juda ko'p salbiy oqibat olib keladi. Insonlar mana shu ijtimoiy tarmog'iga qaram bo'lib qolgan oxirgi paytda deb o'ylayman. Internet ichida har xil bema'nigarchiliklar to'lib ketgan. Menimcha yaxshi narsa olib kelmaydi deb o'ylayman. Internetga qaram bo'lib qolish kasalligi haqida eshitganmisiz? O'zimda ham bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarga. Hozir ketganman, lekin Instagram, YouTube'ni foydalanmayman. Yo'q, eshitmaganman. Eshitganman. Ba'zan o'zim ham o'shaga duchor bo'laman deyman. Chiqa olmay qolaman ba'zan, to'g'risi. Eshitganman.
albatta ko'rsatuvimiz davomida internet, ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik masalasi haqida ham gaplashamiz. Hozir mana yuqorida eshitdikki, o'sha shaxsni badnom qiluvchi behayo tasvirlarni o'sha ko'payib borayotganligi butun dunyoni tashvishga solyapti-da o'zi. Mana yana o'sha yuqorida aytganimizdek, qaysi maqsadda kiryapmiz, qaysi maqsadda chiqyapmiz, shu bilan bog'liq bo'lyapti. Odamlar internetga kirayotgan odamlar. Mana aksariyati mana shu yerda ayollar ham ko'p turibdi. Hammasida Facebook, Instagram, Telegram bor, misol uchun. Hammasida ko'ylak, kiyim-kechak savdosi bor. Savdo do'konlardan internetga o'tib ketdi уже. Nisaga bo'ladi? Mana qarang. Borsangiz Abu Sahiy, Ipodrom bozorlar bo'm-bo'sh huvillab yotibdi. Уже odamlar o'rgandi. Internetga kirib, xohlagan kiyimini oladi, uyga olib kelib dastavka qilib beradi, kerak bo'lsa kiyintirib ham qo'yadi. Ya u endi bu narsa mayli, endi salbiy tomoni ham bor, foydali tomoni ham bor. Lekin bundan internetdan foydalanayotgan, narkotik tarqatayotganlar ham ko'payib ketyapti. Ko'chalarda, mahallalarda har xil joylarga qo'yib ketadi. Bir paytda o'zimiz ham ko'chada ko'rib qolamiz bolalarni. Nima qilsam o'tdi deb. Tashlab ketgan bo'lardi kimdir. Uchastko'ylar ushlab olib ketadi necha marta. Endi bu narsani baribir bu masala bo'yicha mana Ichki ishlar vazirligi hamda Sergeli tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudyasini taklif qilganmiz. Marhamat, o'sha holat bo'yicha qanaqa ishlar qilinyapti? Bugungi kunda faoliyatim davomida demak ko'rib chiqilayotgan jinoyat ishlarining orasida giyohvandlik moddalari, ularning analoglari, psixotrop moddalarni olish, sotish, tayyorlash, saqlash kabi jinoyatlar katta qismini tashkil etmoqda. Bunda eng yomoni shu jinoyatni sodir etuvchi shaxslar yoshlar ekanligi albatta achinarli hol. Buni o'sha jinoyatni o'sha sodir etilish holati o'rganilganda yoshlar aynan Telegram botlar orqali yoki o'sha saytlar orqali demak hududlardan turib demak to'lov qiladi. Buni alohida o'zini mexanizmi, sxemasi bor. Demak shu asosda demak ular to'lov qilib turib, keyin ularga geolokatsiya tashlab berilgandan keyin ular o'sha geolokatsiya bo'yicha harakatlanib qo'yib ketilgan demak o'sha giyohvandlik vositalari yoki o'sha psixotrop moddalarni olib, ularni yana o'sha nima deydi, sotish holatini rivojlantirib, keyingi bosqichga olib chiqish faoliyati bilan noqonuniy tarzda sotish faoliyati bilan shug'ullanayotganlik holatlari juda ko'plab uchrayapti-da. Endi qarang, mana shu ishlar internetda amalga oshirilyapti. Internetda amalga oshirilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda. Asosan Telegram orqali bo'lyapti. Telegram orqali bo'lyapti va bunda yoshlar qilayotgan xatti-harakatlarini shu oson yo'l bilan mo'may daromad topish maqsadida, tezroq boyish, mehnat qilmasdan turib boyish maqsadida amalga oshiryapti va bunda internet juda qo'l kelyapti yoshlarga. Siz aynan Telegram bot orqali siz aytayotganingizni kuzatib turibmiz, kurash olib borilyapti, lekin men kontentlar borasida savolim bor edi. Bugungi kunda tadbirkorlardan ko'proq murojaat tushadi, ya'ni ularga mahsulotida ichidan qanaqadir bo'lmag'ur narsalar chiqqanini o'zlari insinurovka qilib turib, tahdid qilib ulardan pul talab qilayotgan holatlar bor. Buni yechim topishdi. Rahmat sizlarga, kiber xavfsizlikka murojaat qilganingizda yechim topildi. Jazolangan holatlari ham bor. Men buni kiber gigiyena degan so'z chiqdi. Hozir men yangi so'z, kiber reket degan so'zni aytgan bo'lardim. Kontent blogerda bo'lib, yaxshi bir ijobiy tomonni yoki xalqimizning jonini kuydirayotgan masalalarni olib chiqayotganlar talaygina, lekin bloger niqobini taqib olib, o'zini shaxsiy manfaati uchun qanaqadir tahdidlar qilayotgan holatlar ham bor. Men nima uchun buni aytayapman? Bugungi kunda axborot maydoni internet orqali bu hayotimizni bir katta qismiga aylandi va bugungi kundagi ma'lumotlar bizni hayotimizda biznes bo'ladimi, davlat idorasi bu katta ta'sir o'tkazyapti, buni kuzatyapmiz. Lekin u yerda ham o'ziga xos qonun qoidalar bo'lishi kerak. Men o'ylashimcha, aynan bu borada qonunchiligimiz ozgina kechga qolyapti. Chunki boyiga ta'kidlagan men kiber reket degan so'zni men aytishim kerak emas. Siyosatchilarimiz aytish kerak va sizlarga o'xshagan xodimlar aytish kerak. Mana Ichki ishlar vazirligining vakili aytsa, bu borada mana yuqorida aytdi ekspertimiz. Shuni ichki ishlar umuman kiber xavfsizlik masalalari bilan shug'ullanayotganlar buni oldini ola olmaydimi degan savol tug'ilishi tabiiy. Marhamat. Bu bo'yicha biz ishlayapmiz.
ish qilinyapti desam bu noto'g'ri bo'ladi. Bu bo'yicha ishlayapmiz. Ular bu narsani qanaqa qilib yetkazyapti, qanaqa ular bilan bog'lanadi. Shu hozir sudyamiz aytgan edik, asosan shu Telegramda ular. Saytlari ham bor, lekin Telegramda ochiq kanali ham, yopiq kanali ham bor. O'shanda kirib ko'pchilik 15-25 atrofidagi o'smirlar tashkil qiladi. O'shanda yozishib, u joyga tashlab ketib, rasmlarni tashlab ketish holatlari bo'lyapti. Ular bo'yicha biz ushlab o'sha qonuniy chorasini ko'ryapmiz. Endi haligi kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olish kerak deydi. Biz uni olib qonuniy chora ko'rganimizdan ko'ra uyda ota-onalar bolalarga ko'proq e'tiborini bersa, bizda ko'proq effekt bo'lardi-da. Biz ularni ushlab qonuniy chora ko'ramiz. Voyaga yetmagan bo'lsa, voyaga yetganlari bor, voyaga yetmagani bor. Ko'pchilik yoshlar o'smirlarda. Ular olib o'sha narsaga qiziqyapti, lekin biz uni qanchalik kurashganimiz bilan uni uyda ota-onasi shu narsaga chek qo'ymasa, biz kurashaveramiz. Endi mana aytayotgan mavzudachi kiber reket aytayotganimdaki tahdid qilish orqali, internet orqali, kontent orqali pul talab qilish holatlarini oldini olish bo'yicha qonunchilikka o'zgartirish kiritish mumkinmi? Biz taklif berdik u bo'yicha. Endi siz kiber rek deyapsiz, bu yerda kimdir u narsani eshitgan, kimdir eshitmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu kiber tovlamachilik deyiladi. Yani kiber tovlamachilik, ya'ni o'sha firibgarlar yaxshi maqsadda odamlar qo'ygan rasmlarni olib, ko'pincha shu bo'yin boshdan oyoq qo'ygan rasmni uyatli holatga keltirib qo'yib, o'ziga qaytarib tashlaydi-da. Hozirdan ancha burilib ketdik-da. Kiber xavfsizlikka o'tib ketdik. Bu masala kontentlar bo'yicha ketyapti-da masala. Kontentlar bo'yicha fikr bildirishimiz kerak hozir. Lekin kontent degan jarayon masalan axborot tarqatish huquqiga kiradi-da aslida. Kiber jinoyat boshqanday masala. Yo'q, tepada behayo tasvirlar, videolar haqida gap bo'ldi-ku. O'sha uchun bu baribir mana shantaj deyapti, mana kiyimini yechib, shantaj pul talab qilish. Odamlarning pulini yechib olib qo'yapti. U internet orqali bo'lyapti-yu. Bizda mana elektron pulimiz bor. Jamiyatga ta'sir qilib, mana o'zini videosini ijtimoiy tarmoqqa qo'yayotgani yo'q-da. Bir-biriga yo'layotgan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoq vosita bo'lishi mumkin yerda faqat. Lekin u yerda jamiyatni aniq qiladigan darajada katta masala qo'yilmayapti-da yerda. Lekin muammo bor, to'g'ri. Endi mana qarang. Men bitta narsani aytib beray. Juda ko'p o'sha boyagi moshenniklar deymiz-ku, firibgarlardan ostida. Bu narsa o'sha internet paydo bo'lishi bilan kelib chiqib, maxsus dasturlar yaratilgan. Shulardan bittasi siz yaxshi bilasiz, boya APK degan. Men tavsiya qilardim, xohlagan ma'lum bir qiziqtiruvchi narsa kelganda o'sha APK degan yozuvga e'tibor berish kerak. Bir xillar ana shu APK degan joyini o'qimasdan bosib qo'ydimi, u programma shunday dasturki, o'sha sizga taalluqli bo'lgan hamma ma'lumotni siz qo'shimcha qilasiz, o'zlashtirib o'ziga oladi. Shuning uchun ham plastik kartadagi ularni yechib oladi. Rustam aka, buni men hozir mutaxassis bilan suhbatlashganda bildimda, lekin nimaga buni targ'ibot, tashviqot ishlari shuni mana bu kishiga men hozir yaxshilab tushuntirib beradi. Bu kishi mutaxassis shu borada. Men shu masalani ko'taryapman-da, milliardlab odamlarning puli soddaligidan foydalanib, o'sha firibgarlar o'zlashtirib yotdi hozir. Bu to'xtagan emas, davom etyapti. Marhamat. Shu bo'yicha bir masalani aytsangiz. Yo'q, boshlagan savolni shunday tugatib, keyin bunga o'tsak-a. Siz ikki kishi bir-biriga video almashyapti deyapsiz-da. Lekin shu ikki kishi video almashganini boshqacha talqinga ham o'tkazyapti-da. Bir holat kuzatildi. Endi viloyatlik qiz bizga kelib murojaat qilishdan oldin juda ham o'ylanyapti. Keyin kelib murojaat qilyapti. Meni kimdir ishqiy munosabat menga taklif qilyapti. Lekin kimligini bilmayman. Pul taklif qilyaptimi sendan? Telegram orqali hech kimga ulashmagan. Mayli, siz hozir sizni gapingizga yon bossak, u hech kimga yondashmagan. Keyin nima bo'ldi desam, bilmadim, menga bir haligi Telegram akkauntdan yozyapti. U chet el xorijnikida. Unda na ID'si bor, na haligi hech qanaqa ma'lumoti yo'q. Menga yozyapti, o'zbekchada yozyapti. Uni tagi o'sha texnik tadbirlar davomida biz uni tagiga yetib ko'rdik. Bilsak, unda ham yetkishimiz qanaqa? Birinchi kalendarni ochdik-da, birinchi kun qayerga bordik, ikkinchi kun. Endi nega bu kalendar deb aytyapman? Kelib fuqaroni ariza bergan arizasining 80% fuqaroni bergan shu tushunchasiga bog'liqda. 20% biz o'zimiz harakat qilib ochib berish o'zimizga bog'liq.
o'shaning uchun ko'pchilik kelib nima yashirmaslik kerak hech qanaqa yo'q yashirmasdan qanday bo'ldi man faqat o'sha uyatli yoki hijolatli aytolmaydigan tarafni nazarda tutmayapman qanaqa nimadir holat bo'lsa ham ariza berganda to'g'ri tushuntirib mana shunaqa holat bo'ldi deb aytsa o'sha ochilish protsessini tezlashtiradi keyin biz uni tagiga yetdik 24-sanaga kelib bugun qayerga bordik 1-chisloda qayerga bordingiz 2-chislo hokazo 24-mart kuni man bozordagi ustaxonaga bordim nega bozordan bozorlik qildim keyin ustaxonaga kirdim nega telefonim qotayotganda ustaxonaga kirdim ho'p ustaxonaga kirdim degan joyda to'xtadik u ichimga tashlab bermagan lekin u usta olib telefoningizni ko'rib beraman deb ichidan hamma narsasini olganda keyin qizni o'ziga yozib qizdagi rasmlarni tashlab videolarni beryapti mana qarang qanaqa bo'lishini Ahmadjon aka nima fikringiz bor bu bo'yicha bu ustaxonaga desa manda ham bir случай bo'ldi ustiga telefonni berdim hamma narsani o'chirib yuborgan telefonimni ham yo'qotgan telefon nomerini bergan yaxshi Yunusobod RUD tomonidan topib berishdi telefonimni Xorazmga ketib qolibdi telefonim ustaxona yopilib ketgan ancha vaqt qolib ketgan ancha vaqt o'tib ketdi lekin telefondagi hamma narsa o'chib ketgan bunaqa narsalar ko'p bo'ladi endi qarang mana internet ijtimoiy tarmoqlar deyapmiz internetsiz qolish kasalligi ham bor ekan nemofobiya bolalar o'rtasida juda ko'p marhamat nomofobiya degan tushuncha bor ya'ni buni oddiy misol qilib tushuntiradigan bo'lsak insonlar mana shu o'zini telefonini quvvatini tugab qolishi yoki internet tarmog'isiz joylardan qochish holatlari kuzatiladi va mana shu nomofobiya deb hisoblanadi va yana shunga o'xshash bir tushuncha faber deb nomlanadi bu esa boyagi yuqorida ko'rgan videoga taalluqli masala ya'ni insonlar davra suhbatida boshqa shaxs bilan muloqot qilish jarayonida telefonidan internet tarmog'idan foydalanish holatlari bu faber deb nomlanadi va yuqoridagi masalaga qo'shimcha qilmoqchiman ya'ni o'quvchilarni o'sha internet tarmog'ida foydalanishda turli oqimlarga kirib ketish holatlari va bundan tashqari psixotrop moddalar haqidagi ma'lumotlarni qabul qilish ya'ni respublika tashxis markazi tomonidan o'quvchi yoshlar orasida biz zararli odatlarga qarshimiz so'rovnomasi o'tkazilgan va mana shu so'rovnomada o'quvchilar moddani internet tarmog'i orqali ma'lumotga ega bo'lganliklari va ularni ya'ni iste'mol qilishlari haqida bizni tahliliy natijalar olganmiz. Mana bugun rahmat, bugun mana hamma yoshlarimiz asosan ijtimoiy tarmoqlarda, internetda. Biz milliy kontent masalasi bo'yicha yuqorida gaplashdik. Bu bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida. Mana Ma'naviyat va ma'rifat markazi bu borada qanday bir ishlarni qilyapti? Ilhom aka, hozir biz endi mavzuyimiz to'g'ridan to'g'ri internetga qaramlik, uni salbiy oqibatlari va yaxshi tomonlari. Endi mana qaramlik deyapmiz-ku. Albatta. Nima sababdan inson internetga qaram bo'lib qoladi? Eng avvalambor shunga ozgina to'xtalib o'tsak, masalan, internetda bugungi kunda o'sha imkoniyatlari nihoyatda cheksiz. Juda katta imkoniyatlarni va'da qila oladi internet. Masalan, ilgari bitta xatni yozib, masalan, xalqaro miqyosda kimgadir xat yubormoqchi bo'lgan bo'lsangiz, juda ham endi ko'p nimalardan o'tish kerak bo'lgan. Hozir misol uchun bitta tugmani bosasiz, elektron pochtangizga kirasiz, xatingiz masalan xohlasangiz Amerikaga, xohlasangiz Turkiyaga yetib bordi bir necha soniyalar, daqiqalar ichida. O'ziga xos tomonlari demoqchiman. Yoki bo'lmasam oldin internetda yana bir nima tomonlari, mana jozibadorligi. Yo, bu internetni tomonlarini hammamiz bilamiz. Odamlarni o'ziga nima uchun qaram qilib qo'yyapti? Xitoyda o'sha qaramlik kasallik sifatida albatta o'sha nomofobiyani demoqchimanki va davolash bo'yicha ham shifoxonalar tashkil qilingan. Endi biz mana bugun nima maqsadda yig'ildik, ekspertlarni taklif qildik. Milliy kontentlar yoshlarimizni o'sha qadriyatlarga asoslangan milliy kontentlar orqali yo'lga solishda. Buni cheklab bo'lmaydi. Biz endi orqaga qayta olmaymiz. Bu zamonaviy texnologiyalardan Rustam aka to'g'ri foydalanishimiz to'g'ri yo'l. Sizlarda fikr bo'lishdan oldin milliy kontent tushunchasi nima ekanligini ham aytishim kerak-da. Qaranglar, milliy kontent degani O'zbekistonda ishlab chiqarilgan milliy qadriyatlar, til, madaniyat va mentalitetga mos kelgan mahsulotlardir ekan. Ko'ryapsizlarmi? Buning bir qancha turlari bor. Bu kinematografiyada, televizion ko'rsatuvlarda, mana bugungi berayotgan ko'rsatuvimiz ham ma'lum bir milliy kontent sifatida baholanishi mumkin. Mana shu maqsadga qaratilgan. Yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube, Instagram, TikTok va boshqalarda yoki mana bularning sohasi ma'rifiy va
ilmiy kontentlar sifatida, ya'ni o'sha sizlardan shunday bir mutaxassislar yaratadigan mahsulotlar borki, bu mahsulotlar odamlarda ma'lum bir noto'g'ri qarorlar kelishda u vaksina bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni unga qarshi demak qilinadi. Mana misol uchun e'tibor beringlar. Biz farzandlarimizda o'sha dinimiz nuqtai nazaridan, milliy qadriyat nuqtai nazaridan, misol uchun ota-onani hurmat qilish, qarilikda uni asrab avaylash masalasini O'zbekistonda juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. O'zbekistonda 99% aholi ota-onasini qariganda ma'lum bir narsalarga muhtoj qilib, boshqa qilib qo'ymaydi. Olib borib qo'ymaydi boya qarilar uyiga. Endi bor 0.0 qandaydir %, lekin mana shu yerda chiqish qilayotgan hammasi ota-onasiga, misol bu qadriyat, bu o'sha milliy kontent bu. Ana shunga men misol keltirganim, shunga xos ma'lum bir ishlanmalarni biz mahsulotlarni yaratishimiz kerak deyapman-da. Aynan mana ijtimoiy tarmoqlarda mana sizlar yaxshi insonlarsiz, niyatinglar yaxshi ko'rinib turibdi, lekin o'sha raqobat maydonida yutqizyapsizlar. Nima uchun? Men yana ta'kidlaymanki, qanaqadir jinni, sang'i, kulgili ma'nodagi vaynlar egallab oldi. Darhaqiqat kirasiz, siz aytganingizdek, qarab xayol qochadi. Nima uchun aytyapman? Mana siz aytayotgan qadriyatingiz bor-ku, qarilarni hurmat qilish. Bizning milliy qadriyatimiz bu. Lekin o'sha haqidagi ko'rsatuvni ko'rmaydi odamlar, qanaqadir jinni sang'ini ko'radi. Nima uchun? Sizlar bu sohada oylik olasizlar, sizlarning mas'uliyatinglar boshqa katta. Siz o'zingiz aytdingiz, jozibadorlik dedingiz. Bu raqobat maydoni xuddi boksga o'xshagan, futbolga o'xshagan. Kim kuchli bo'lsa, kim o'zini gaplarini asosli tarzda odamlarni jalb qilgan holatda hayajon bilan gapirsa, uni gapini eshitishadi. Bobur aka, mana sizda ham farzandlaringiz uyda, nevaralaringiz bor. Telefon berish holatlari bo'ladimi yo'qmi? Men endi imkon darajasida buni chegaralayapman. Baribir bor. Ko'rmagan paytimda shunda olib boshlaydi. Baribir bor. Har birimizning xonadonimizda bor shunaqa narsa. Televizor. Ahmadjon aka, logoped taklif qilganimizda marhamat, bugun bolalarga telefonni qo'liga berib qo'yish qanday oqibatlarga olib kelyapti? Shunaqangi qo'rqinchli oqibatlarga olib kelyapti. Sog'lom tug'ilgan farzandini ota-ona, buvi, do'dalar, kattalar, yoshlar emas, kattalar uni kasal bo'lishiga, demak, autizm, sifrovoy autizm juda ham rivojlanib ketdi. Shu narsalarni o'zimning hayotimda, ish jarayonimda ko'ryapman. Bola sog'lom tug'ilgan. Hozir sog'lom tug'ilish darajasini bilamiz, juda qiyin bo'lyapti. Insonlar kasal bolasini sog'lom qilyapti, gapirmaydigan bolasini gapirtiryapti. Quloqiga qaxlar implant taqyapti, xohlayapti gapirishini. Lekin sog'lom ota-ona, sog'lom farzand tug'ilganda oddiy qo'liga telefon berib qo'yish. Biz hozir jozibadorlik o'zi uchun o'zi serial ko'radi. Ha, o'zi uchun. Shunaqangi farzandlarni ko'ryapmiz, shunaqangi kelyapti, ovqat yemaydi telefonsiz. Ota-ona nima qilsa, yotib oladimi, nima qilsa, bab ota-ona beryapti. Nimaga? Chunki bolani boshqa narsaga qiziqtirish bo'lmayapti. Rahmat. 8-9 oylik bola o'zi faqat telefonga qarab. Marhamat. Ya'ni o'sha aynan o'sha qismi rivojlanadi, bilasizmi? Boshqa qismlari bor-ku, hayotga moslashish, mehnat qilish, ta'lim olish rivojlanmaydi. Aynan mana shu o'yinlar bor-ku, mana telefondagi o'yinlar. Ana o'sha soha rivojlanib ketadi. Bu lekin hayotda kerak bo'lmaydi. Men buni vrach sifatida aytyapman. Gaplaringiz to'g'ri. Marhamat. Misol uchun bolalarni, siz aytayotgan to'g'ri. Bola ehtiyoji yo'q. Axborotni olyapti. Bola gapirishga ehtiyoji yo'q. Bola axborotni olyapti. Na ovqat yeyishga bo'lyapti. U o'sha bilan qonni to'yyapti. Bolaning ehtiyoji yo'q. Ota-onaga gapirish, ota-onani o'zi ham chunki qarang, bola kelib gapirsa, bolani ko'ziga qarab javob bermaydi. Farzandlarimizni hammasi sog'lom tug'ilgan, normada rivojlangan bola sizni ko'zingizga qarab turib, mimikalaringizga qarab gapiradi. Siz bolaga bola tilida butun umr gapiring, bolani tili chuchuk. Marhamat, nima demoqchisiz? Ilmiy tilda dislaylik bo'ladi. Marhamat. Siz aytib o'tdingiz, haqiqatan katta axborot oqimini olyapti-da hozirgi yoshlar. Hozir 10 yil, 20 yil oldin qaraydigan bo'lsak, axborot oqimi masalan, yiliga olgan axborot oqimini hozirgi yoshlar bir kunda olyapti. 50-60 gigabayt ma'lumot olyapti. Uni qabul qilish stress tug'iladi. Stress paydo bo'lgandan keyin bola o'sha aytganingizdek gormonal holat buziladi, kelajakda rivojlanishga ta'sir ko'rsatadi bola. Zuhriddin aka, mana ekspertlarning fikrlarini eshityapmiz. Biz hamyurtimiz Chikago universitetida, Amerikaning Chikago shtatidagi universitetda o'qiyotgan hamyurtimizning fikrlari bor bugungi mavzu bo'yicha. Shuni eshitaylik. Marhamat.
internet hayotimizdan ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Hayotimizni endi internetsiz tasavvur qilish imkonsiz. O'qish jarayonida, ish faoliyatimizda internetga murojaat qilmasdan biz ishlarimizni faqatgina ortga surgan bo'lamiz. O'shaning uchun ham qiyin masalalarga, savollarga, misollarga javob izlash davomida albatta internetdan foydalanish kerak deb hisoblayman, lekin yordamchi vosita sifatida. Xulosani yasashni internetga qo'yib berish kerak emas. Ya'ni internet bizni miyamiz bo'lmasligi kerak. Internet bizni bitta resursimiz bo'lishi kerak. Ya'ni ishimizni osonlashtiradigan, komfort zonamizdan turib dunyo bilimlar omboriga ulanishimizga yordam beruvchi vosita sifatida ishlatishimiz kerak. Bugun sun'iy intellekt modellari juda ham katta raqobat davrida bormoqda. Rustam aka, mana biz yoshligimizda ko'chada futbol o'ynaganmiz. To'g'rimi? Milliy o'yinlar bo'lardi, chillaki, bir-birimizni yashirin moqosh deymiz. Shunaqa bir o'yinlar bo'lardi-da, muloqot ham bo'lardi-da, do'stlik degan tushunchalarning mustahkamligini shundan bilganmiz-da. Bugun o'sha bog'cha bolasi ham qo'lida telefon bilan har xil loyiha, dasturlarga kiryapti-da. Hayron qolasiz. Shunaqa qo'lini tez ishlatib kirib ketyapti. Qo'liga telefon bergan ota-ona, keling shunga ozgina to'xtalib o'taylik. Masalan, maktabga boryapti, maktabdan kelyapti. Masalan, o'zim ham o'g'lim bor, 4-sinf. Telefon qilaman, uyga yetib keldingmi? Xavfsizlik nuqtai nazaridan. Uyga yetib kelib oldimmi, yo'qmi? Yoki maktabga yetib bordingmi? O'qishga kirib ketdingmi, misol uchun. Bolam aniq o'qishga kirib ketganligi ishonch hosil qilishim uchun. Endi ba'zi bir ozgina biz nimadan kelib chiqaylik? Misol uchun maktabda o'quvchilarini qo'lidagi telefonini berib qo'yib, hammamiz qo'liga telefon olib berib qo'ydikda, lekin endi uni qanaqa qilib axborotlardan, axborot xurujlaridan asrab qolish haqida boshimizni qotiryapmiz. Balki ularda telefon, to'g'ri, oddiy telefon to'ppa-to'g'ri. Mana shuni aytmoqchi edim. Balki maktab o'quvchilariga, maktab o'quvchilarini yoshiga ma'lum bir o'sha ishlab chiqish kerakdir, balki qaysidir yoshdan qaysidir yoshgacha bo'lgan. Hattoki biz Respublika Ma'naviyat ma'rifat markazi tomonidan o'sha 5+, 16+, 18+ sim kartalarini targ'ibali joriy qilish bo'yicha amaliyotga. Chunki 3 yoshli bolangizni qo'lidagi telefonini, masalan, bolasiz qatdan bilasiz 3 yoshli bola telefon ishlatayotganini, uni qo'lidagi. Endi oltin qoida bor-da, me'yorni unutmaslik. Bu bir, siz aytgandek. Endi me'yorni unutmaslik deyapsiz. Ikkinchi, ota-onalar nazorat qilish kerak. Marhamat. Me'yorni nazorat qiladigan biz bo'lamiz, ota-onalar. Katta yoshdagi. Hozir hammani uyida katta odamlar ham menga xalaqit bermasin deb o'zlari telefonda rolik ko'rdiz, begona emas bu rolik bizga. O'tirishadi. Lekin shuni nazorat qilish bizning qo'limizda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan masalan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarga umuman telefon yoki mana bu video rolik ko'rsatish mumkin emas. 5 yoshgacha ko'rsatsa bir chora ko'riladimi? Shunaqa bir. Yo'q, chora ko'rilmaydi, salbiy ta'sir qilish haqida ma'lumotlar keltirib o'tirilgan, tavsiya etilyapti. 5 yoshgacha bo'lganlar uchun esa 20 daqiqa, yarim soat ko'rish mumkinligi. Boshlang'ich sinfdagilar uchun 1 soat. 1 soat bu faqat telefonda uzluksiz emas, 1 soatga televizor ham kiradi, telefonda gaplashish, telefonga qarash, boshqa masalan gadjetlar bu telefon, smartfon, planshet, notebook, kompyuterlar ham kiradi. Rahmat. O'shalarning umumiy vaqti hisoblanadi bu. Baribir me'yor kerak-da. Yevropaning eng rivojlangan davlatlaridan biri, esimda yo'q qaysi biri, telefon bugungi kunda maktablarda foydalanish taqiqlandi. Men nima uchun aytyapman? Mana bizga Xudoga shukr, Germaniyada. Xudoga shukrki, mana bizning davlatimiz erkinlikka berildi. Xohlagan demokratik tamoyillar ishlayapti, lekin afsuski, omma aholimizni bitta narsani chalkashtirib yuboryapti. Erkinlik degani bu kim nima xohlasa qiladi degani emas. Mana ko'chada mashina haydaydiganlar ko'ryapsiz. Umuman qoidaga qarashmayapti. Lekin agar qoidani bal tizimi qanaqadir keskin choralar ko'rsa hamma yoqmaydi. Bobur aka, mana shu ko'chada xato qilayotgan odamlar oilada ham shunday menimcha. Shuni aytyapman-da, erkinlik degani bu o'ziga yarasha mas'uliyat. Davlatni, jamiyatni, o'zini qo'shnisini, farzandlarini oldida mas'uliyat degani. Kim nimani xohlasa qiladi degani bu demokratiya degani emas. Bu maktabda tendensiya bo'lyapti-da hozir. Masalan, bir narsani aytaman, davom etasiz. Bu hozir internetga qaramlik virusga aylanib qoldi-da. E'tibor beringlar. 2 yoshar, 2,5 yoshar hali o gapirishni ham bilmaydi.
yozishni ham bilmaydi, o'qishni ham bilmaydi. Lekin qo'liga telefon bersangiz, o'shanga kirib, tegishli o'zi qiziqqan narsani topib oladi. Mana ko'rsatuvni ko'rib o'tirganlarim meni gapimni tasdiqlaydi. To'g'ri. Aytayman, u hali gapirishni ham bilmaydi, sanashni ham bilmaydi. U qanday kirganiga hayron qolasiz, qo'lini ishlatib, o'sha kichkina qo'lchasi bilan kirib o'ziga kerak narsani topib oladi. Demak, bu degani ota-onalar, biz bu qaramlikdan ehtiyot bo'lmasak bo'lmas ekan. Ertaga siz aytganday uning psixikasiga, ongiga salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. Ya'ni 5-10 yildan keyin ko'rinadi bu natijasi. Sog'lom bola kasalga aylanishi mumkin ekan degan masala. Eng katta yoshdagisi necha yoshda siz aytayotgan bolalarni? Menga 4 yoshli bola keldi, ona olib kirdilar oldimga, iltimos bitta ko'rib bering. Bolaga ko'rdim. Gapirmaydi. Hamma narsani tushuntiryapti. Narsa o'yinchoqlarga qiziqishi bor, ranglarni ko'ryapti. Sog'lom. 4 yosh bola, sog'lom bola. 4 yosh o'g'il bola. Nahotki so'z bilmasa, oyi qancha? Oyi ada at. Bu bo'g'ina emas. Buni 1 yoshli bola gapirish, 1 yoshli bola o'sha so'zlarni bilishi kerak. Nimaga bo'lyapti? Yoshlarimizni o'zi telefonda o'tiradi, farzandiga berib qo'yadi. Farzand bilan gaplashmaysiz, so'z boyligi yo'q, lug'at boyligi yo'q. Bolani telefondan qutqarishi ilojisi bor. Endi mana ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt kam qolyapti. Kimda xulosaviy fikrlar bor? Qisqa va lo'nda. Qisqacha aytaman. Marhamat. Nega imitatsiya qilib gapirmayapti deyapmiz? Bu katta sababi u YouTube'dagi kirgan videosi yo ingliz tilida, yo rus tilida-da. O'zbek yo tili yo'q. U hali o'zbek tili ona degan so'zni gapirishni bilmaydigan, oyi degan so'zni bilmaydigan bola, u undagi so'zni qabul qilsinmi yo o'zbek tilida gaplashgan gapni qabul qilsinmi? Shu orada qolib ketib, bolani gapirish kechikib ketadi. Bilasizmi, Montessori ta'limida kiber sohasidagi men fikrimni bildiraman, ham tibbiyot ham kiber sohada. Kompyuter oldingiz, to'g'rimi? Unda dastur yo'q, u ishlamaydi. Aynan insonni tug'ilganda miyasi instinkt emishdan boshqa narsani bilmaydi. Top-toza steril holatda bo'ladi. Uni dasturini biz til o'rgatish, ko'nikmalarni o'rgatish orqali qilamiz. Lekin telefon orqali siz aytganingizdek, o'sha dastur kiradida miyani tilga javob beradigan soha rivojlanmay qoladi. Aka, faqat telefonga qaragandan keyin miya shunga moslashib qoladi. Asos o'zbek tilini, ona tilisini o'rgatish, Montessori ta'limida ham bor bu. Bolaga 6 yoshgacha 8 ta tilgacha o'rgatsa bo'ladi. 6 yoshgacha. 6 yoshgacha. Qanaqa? Uning uchun bola, sog'lom bola o'z ona tilisida tili chiqishi kerak. Birinchi chiqib olish kerak. Bunday aytganda, bola gapirish kerak va undan keyin ingliz tili o'rgatasizmi, koreys tili o'rgatasizmi, bola gapirmasligi mumkin, lekin 9-10 yoshga borib, ana o'sha tilni siz unga qaytarsangiz, bola bir aytamiz, aksent degan narsa bor. Shevaga o'tkazmasdan u bilan gaplashsangiz, xuddi rusiy zabon odam bilan yoki ingliz tilida gapiradigan ingliz insoni bilan gaplashayotgan bo'lasiz. Lekin uning uchun anaqa bo'lishi kerak. Hozirgi kunda mana yaqinda o'zim bir hamroh bo'lib qoldim. O'sha Samarqandda yo'lda bir ona o'sha Toshkent shahriga bolasini bir oyda 3 martadan olib kelib, o'sha davolatib olib ketyapman dedi. Sababi bolasi bir paytda o'zida 3 ta tilda gapiradi. O'zining fikrlarini 3 ta tilda tushuntirib beradi. O'sha bola bilan o'zim ham muloqotda bo'ldim va aynan shu holat bolani qaysi tilda fikrlashini bola tushunmaydi, qaysi tilda fikrlashini ham bilmaydi. Til bilishi mumkin, lekin fikrlash tormoz bo'lib qolgan. Qarang, 3 ta tilni biladi deyapsiz-da. 3 ta tilni bilgan bola qaysi tilda fikrlaydi? Yo'q, 3 ta tilni baravar bilish mumkin emas. Bola bilan gaplashdim. Bolaga o'rgatish, ingliz tilida va o'zbek tilida gapiryapti. Yo'naltirishingiz. Misol uchun mana oldin ta'lim-tarbiya jarayoniga borib taqilyapti-da baribir. Albatta. Bu kontentlarni targ'ibotini ota-ona olib boryapti birinchi navbatda. Keyin maktabga chiqyapti, maktabga borgandan keyin tarbiyasi bo'lmagandan keyin maktab o'qituvchilariga yoki bo'lmasa mahalla komitetiga yopishyapmiz-da bu masalaga. Lekin asosiy ayb oilada qolyapti-da baribir. Bu yerda oila, ta'lim, mahallani o'zligini ta'minlash kerak. Gadjetli telefon, ya'ni katta sensorli bitta narsani aytgan bo'lardim. Yakuniy fikr sifatida boya mana bular juda ko'p sohaviy endi ko'p bizga murojaat qilganlar uchun aytmoqchiman. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqda 80% dan ortiq kontentlar ingliz tilida va rus tilida yoki o'zbek tilida yoki boshqa tillarda masalan kontentlar juda ham kam foizda tashkil qiladi. Endi qarang, mavzuyimiz nihoyatda kattada. Bu mavzuga albatta qaytamiz. Bitta mavzuda lekin baribir milliy kontentlar bilan yoshlarimizni
o'sha milliylikka yo'naltirishimiz mumkin. Endi marhamat. Hurmatli ishtirokchilar, meni fikrimcha aybni bu masaladagi mas'uliyatni bir-birimizga yuklamasligimiz kerak. To'g'ri. Har birimizni sohamizdan, statusimizdan qat'iy nazar bunga mas'ul bo'lishimiz kerak. Bobur aka, oiladan boshlaylik mana. Logoped aytyapti, oiladan boshlaylik. Telefon bermaylik, to'g'rimi? O'zimizni qo'limizda-ku. Aytilyapti, 1 soat bering, yarim soat. Oldidagi burchida bu aslida. Ijodiy jamoamiz nomidan ko'rsatuv ishtirokchilariga minnatdorlik bildiramiz. Katta rahmat. Qisqa va lo'nda. Man nima uchun boya o'sha hozir sodir etilayotgan jinoyatlar ko'pchiligida shu yoshlar jabr ko'rayotganligi holatini keltirib o'tdimki, bu internetdan noto'g'ri foydalanganlik oqibatida yoshlarni nima deydi, umri kuyishigacha olib kelish holatlari yuzaga kelmoqda-da. Chunki jinoyat ko'chasiga kirgandan keyin mana hozir yuqorida aytib o'tgan jinoyat uchun 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llaniladi-da. Yoshlari yoshligi ham kuyib ketadi. Shu uchun men aytmoqchi bo'lgan fikr shundan iboratki, demak, yoshlarga shu birinchidan internetdan to'g'ri foydalanish bo'yicha qanaqadir bir nima deydi, yo'riqnoma bir nima qilish kerak, ishlab chiqish kerak va hamda bu yerda huquqiy ongini va huquqiy huquqiy bilimlarini ham yuksaltirish kerak. Menimcha to'g'ri yo'l emas. Taqiqlash to'g'ri yo'l emas. Ulardan aynan borda bu bo'yicha. Mana Xitoyda tajriba bo'lyapti, mana katta rahmat, Italiyada bo'lyapti. Vaqtimiz tugadi, bizga xabar berishyapti. Ijodiy jamoamiz nomidan ko'rsatuvda ishtirok etganlaringiz uchun katta rahmat. Ekspertlarning fikrlari, xulosalari shuni ko'rsatyaptiki, internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishda albatta oltin qoida, me'yorga amal qilishimiz, farzandlarimizni o'sha internetdan foydalanayotganda nazoratini olib borishimiz va ular bilan do'stlashishimiz. Biz albatta texnologiyalar yordamisiz biz oldinga intilmaymiz, rivojlana olmaymiz-da. Faqat buni o'sha tartibga solgan holda biz oldinga intilib rivojlanishimiz mumkin. Qadrli yurtdoshlar, munosabat ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Ayol tadbirkor.